Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz va gruppamiz a'zolari, bugungi suhbatimiz demak tuzalish shartlari to'g'risida. Tuzalishni 3 ta eng asosiy muhim shartlarini sanab o'tamiz. Bu birinchisi diagnostika, ya'ni to'g'ri tashxis qo'yish. To'g'ri tashxis qo'yilmasa kasallik tuzalmaydi. Noto'g'ri tashxis, noto'g'ri davo va asorat kasallik surunkaliga aylanib ketishi sodir bo'ladi. To'g'ri tashxis, to'g'ri davo va kasallik tuzalishiga olib keladi. Dorilarni dozirovkalar to'g'ri belgilash ham muhim juda ham. Demak, ikkinchisi to'g'ri adekvat davo. Adekvat davo qanday bo'ladi? Kasallikni etiologiyasi, ya'ni kelib chiqishi, patogenizi, ya'ni rivojlanish yo'li va alomatlari, simptomlarini bartaraf qilishga qaratiladi. Lekin birinchi o'rinda keltirib chiqaruvchi sababi va rivojlanish yo'liga ta'sir o'tkazdiriladi, alomatlarga emas. Alomatlarga chalg'ib qolinsa, kasallik tuzalmaydi, vaqtincha og'riq qoladi, vaqtincha alomatlar yo'qoladi va yana qaytalash sodir bo'ladi. Shuning uchun davo etiopatogenetik davo deyiladi va shu adekvat davo hisoblanadi. Bu yerda dorilarning dozirovkasi, dorilarning rejimi, ichirish vaqti, parhez, ovqatlanish rejimi, mehnat va dam olish rejimi hammasi hisobga olinadi. O'sha rejimga rioya qilinmasa davoga putur yetadi. Demak, uchinchisi bu eng muhim jihatlardan bittasi ishonch. Demak, bemor davo jarayoniga faol ishtirok etishi kerak. Faqatgina dori olib, muolaja olib yotishi kerak emas. Ishonish kerak. Shifokoriga ishonish kerak. Dori davolar tuzatishiga, davo jarayoniga ishonish kerak. Va shifokorga o'sha davolash jarayonida yordam berish kerak. Ya'ni o'sha muolajalar to'g'ri bajarilishini, dori vositalari, tabletkalarning to'g'ri vaqtida iste'mol qilinishini va o'sha rejimga rioya qilishligini o'sha tushunib, ongli ravishda bajarish kerak. Ana o'shanda kasallik tuzaladi. Demak, 3 ta sharti bor. Birinchisi bu diagnostika, ikkinchisi to'g'ri adekvat davolash, uchinchisi ishonch va ixlos. Mana shu 3 ta narsaga e'tibor qilinsa, albatta bemor shifo topadi. Hammalaringizga salomatlik tilayman. Buni saqlab qo'yingizlar va e'tiborli bo'ling. Bu ayniqsa hozirgi paytda davolanayotgan bemorlar uchun juda aktual dolzarb. Shuning uchun saqlab qo'ying va rioya qiling. Tuzalishlikni 3 ta shartidan bittasi buziladigan bo'lsa ham tuzalish sodir bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Rahmat e'tibor uchun.